Adabiyot gulshani. Assalomu alaykum ma'naviy barkamollik sari intiluvchi qadrli muxlislarimiz. Adabiyot mevalari bo'lmish yaxshi asarlarni hamisha o'qish va o'qish yo'lidagi harakatlaringiz bardavom bo'lsin deya dastur taqdimotiga kirishamiz. Mikrofon qarshisida boshlovchi Ma'murjon Abdiyev. Muhtaram muxlis, bugungi dasturimizni biz har doimgidan boshqacharoq tarzda tayyorladik. Sababini esa mana shu ovozli yozuvni tinglagach ma'lum qilamiz. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Mana shu siz bilgan asarlarimdan ko'nglim to'q. Lekin bu 7 ta 8 tagina asarda, lekin 20 dan oshiq ko'ngil to'q bo'lmagan asarlar bor. Uni hech kim bilmaydi, uni hech kim o'qimaydi, u hech kimga berilmaydi. Hatto bola chaqam ham u asarlarni ko'rmaydi. Bu ko'nglim to'lmaganlari. Endi ko'nglim to'lganlari albatta o'rta hisobda bundoq hisoblab ko'rsam 3 ta, 4 tadan bitta, ba'zan 5 tadan bitta. Misol uchun mana Temur xotindan keyin 88-yilda yozdim, 89-yilda qo'yildi. 5 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Shu mobaynida 2 ta original ssenariy yozdim. Bitta tarjima qildim. Ma'mura kampir degan asarni tarjima qildim, bo'ldi. Boshqa hech nima qilganim yo'q. To'g'rirog'i tinmay ishlayman, lekin ko'nglim to'lib, mana shu birovga ko'rsatsam uyalmayman degan narsalarim bor yo'q. Mana shu. Doim o'zim ko'nglim to'ladigan narsa bo'lavermaydi-da. O'zingizga eng ma'qul bo'lgan asaringizni mana yozib tugatdingizda, hech qanday ta'masiz, manfaatsiz biron teatrga berardim, lekin o'zim xohlagan teatrga-da, hammasiga emas. Shunchaki asar berib yuboradigan teatr o'zi kamda. Bilasizmi, tomosha asarlarini yozish bu aytaylik she'riyatda yoki prozadagi asar yozishdan bitta jihat bilan farq qiladi. Buni birov sezadi, birov bilmaydi-da. Asarni yozib bo'ldingiz, uni fikr sifatida kallangizga kelgandan boshlab to oqqa ko'chirgunizcha endi bilasiz bu mashaqqatlarni. Keyin uni birovga berib yuborish kerak-da. Xuddi bu qizingizni o'stirib, bolaligidan ko'tarib yurib, uni tarbiya qilib, voyaga yetkazib, keyin kimgadir berib yuborgan bilan barobarda. Ko'nglingiz yarimta bo'lib qolaverasiz. Endi bermasdan ham iloji yo'q. Baribir asar teatrga borish kerak, qiz ham bir turmushga chiqish kerak baribir. Xuddi o'sha qizini chiqargan otaga o'xshab qolamanda asarim ketganda. Endi yaxshi joyga tushsak-ku, xo'p. Farzandingiz ham yoki asaringiz ham yaxshi rejissyorga tushsa, yaxshi teatrga tushsak-ku, xo'p. Yomon joyga tushsa-chi, ana uni azobini ko'ring. Hali farzand o'stirib voyaga yetib ham hali rohatini ko'rmasligingiz mumkin-da. Asar ham, piyesa ham shunday narsa. Endi boshqa adabiyotda, boshqa turlarda bu narsa yo'q. Muharrir qo'liga tushadi, muharrir endi uni jiddiy bir o'zgarish qilmaydi-ku. Baribir deyarli hammasi o'sha shoir yoki nosir yozganday qolaveradi. Dramaturgiyada boshqacha talqin qilish mumkin u. Boshqacha asaringizni tanimay qolishingiz mumkin. Endi yaxshi jihatga o'zgarib tanimay qolsangiz-ku mayli, yomon tomonga o'zgarib tanimay qolsangiz. Mana shu narsa faqat tomosha asarlari yozadigan yozuvchilardagina bo'ladi menimcha. Ha. Bu ovozni ko'pchilik tanigan bo'lishiga shubhamiz yo'q. Chunki bu birgina Temur xotin asari bilan o'zbek milliy dramaturgiyasida inqilob yasay olgan dramaturg. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, mehnat shuhrati ordeni sohibi, serqirra, o'ziga nihoyatda talabchan, asarlardagi kulgilar qatlariga dardlarni mahorat bilan joylay bilgan yozuvchi Sharof Boshbekov hayotlik chog'ida aytgan so'zlardan kichik bir lavha edi. Demak, bugungi eshittirish orqali tavalludining 75 yilligi nishonlanayotgan yozuvchi Sharof Boshbekovni yodga olamiz. Eslatib o'tamiz. Sharof Boshbekov 1951-yil Samarqandda dunyoga kelgan. U dastlab hikoya janrida o'z iste'dodini sinab ko'rgan. Uning G varianti, G'urur, Jumboq kabi hikoyalari e'lon qilingan. Keyin turli mavzulardagi tushov uzgan tulporlar, eshik qoqqan kim bo'ldi, Temur xotin, Qasosli dunyo, Taqdir eshigi, Musiqa sayyorasi, Tikansiz tipratganlar, Eski shahar gavroshlari kabi sahna asarlarini yozdi. Shuningdek, u Charxpalak teleseriali, Ma'rif Sharif, Tilla bola, Yuzsiz, Doka ro'molning qurishi, O'yin kabi badiiy filmlarning ham muallifidir.
U serqirra ijodkor. O'z ssenariysi bo'yicha suratga olingan masxaraboz filmga rejissyorlik ham qilgan. Bulardan tashqari u mohir tarjimon, samimiy do'st, oqibatli jigar, mehribon oila boshlig'i ham edi. Keling yaxshi bu taraflarni suhbatdoshlarimiz fikrlari bilan to'ldirib borsak, dastlabki so'z O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, dramaturg Qo'chqor Norqobulga. Sharof Boshbekovni dramaturgiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, bu darajada juda taniqli ulug' dramaturg bo'lib tanilishini asosiy sabablari shundan iborat. Birinchidan, Sharof Boshbekov sahna qonuniyatini, ya'ni sahna qoidasini juda mukammal biladi. Bu juda muhim dramaturg uchun. Ya'ni sahnada qayerda nima, qanday holat yuz berishini xayolida chiza oladigan dramaturg, u xayolida ko'radi. Ikkinchidan, Sharof Boshbekov mening nazarimda yozayotganda o'zi tomoshabin zalida o'tirib sahnani kuzatib yozgandek taassurot qoldiradi. Yana eng muhim jihatlaridan bittasi, Sharof Boshbekov o'sha o'zi gapirtirayotgan, o'zi yaratgan qahramonlarni har biriga mukammal xarakter yuklay oladi. Bu dramaturgiya uchun juda muhim. Cho'pon, cho'loq, professor, shaharlik ayol va yana Qo'chqor obrazi boshqa hamma nimalarida alomat qilib, har bir odamga, har bir personajga u tirik deb qaraydi. Tirik, u qahramon yaratmaydi. O'sha qahramon bilan yashaydi. Bu hamma dramaturglarga ham nasib qilaveradigan narsa emas. Bundan tashqari, Sharof Boshbekov sahnadagi dialoglarda harakat yaratadi. Ya'ni birov bilan gaplashayotganda, keldingmi? Ha, keldim, ketdim emas. U jamiyatni og'rig'ini, odamning qalbini og'rig'ini oddiy jaydari samimiy odamlarga yuklay oladi. Ko'p dramaturglar sahnada harakatlarni to'qnashtirishni yaxshi ko'radi. Sharof Boshbekov dialoglarda to'qnashtirishni yaxshi ko'radi. Bilaman, siz yig'lay olmaysiz deydi. Faqat deydi, ko'z yoshingiz ichingizda qotib qolgan deydi. O temir xotinga alomatga qo'shgan. Lekin deydi, sizni ko'z yoshingiz hammasi ichiga ketadi. Lekin men temir tersakman. Temir tersak bo'lsam, men bu sizni bilaman. Siz yig'layverib, ko'zi yosh qolgan odamsiz deydi. Bu nima degani? Bu o'sha davrdagi insonni azobi bilan millatning azobini uyqun ko'rsatib boradi. Va kontrastlarni yaxshi qo'yadi. Har bir dialogda, sahnada birov bilan birov tortishishni yaxshi ko'ramizku bu. Rejissor ya unda sahnadagi tortishuv bilan birgalikda dialoglar o'rtasidagi tortishuv ketadi. Har bir dialogga og'ir yuk yuklaydi. Shunchaki havoga ketadigan gaplar emas, lekin mana temir xotinda ham ko'rsangiz, boshqasini ham ko'rsangiz, har bir gap tagida nima yotibdi? O'sha harakat yotibdi. Eng asosiy muhim jihati Sharof Boshbekov tomoshabinni sahna tili orqali, ya'ni aktyor orqali, ijrochi orqali aniq yetkazib bera oladi. Chunki uni o'zi aktyor. U qotib qolgan odamlarni olib chiqmaydi. U siz ko'rasizki, u yerda haqiqatan tirik odamlarni ko'ryapman deysiz. Bu sahna emas, bu hayot deb o'ylaysiz. Va shuning uchun odam qanchalik iste'dodli yozuvchi bo'lmasin, qanchalik mashhur adib bo'lmasin, agar u sahna tilini bilmasa, sahna uni qabul qilmasa, u dramaturgiyada nom qozona olmaydi. Sharof Boshbekov tomonida aktyor, yarim 50% dan yuqoriroq rejissor, 100% dan ko'proq dramaturg, bundan tashqari eng ajoyib tomoshabin ham edi. Bu tomoshabin nimani xohlashini biladi. Davr ruhini urib bera oladi. Xoh maishiy bo'lsin, xoh zamonaviy bo'lsin, xoh yoshlar hayotidagi, masalan, ish qoqqan kim bo'ldi, tikansiz tipratganlar, bundan tashqari temir xotin boya aytganimiz, yoki eski juva govrashlari, taqdir eshigi, qarang, hamma asarida hayotni ko'zgusini ham aktyor orqali, ham aktyorning harakati orqali, ham aktyorning nutqi orqali beradi. Uchta narsani uncha dramaturg jamlay olmaydi. Ha. Sharof Boshbekov o'ziga xos ulug' dramaturg edi. Mavzuni O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi, rejissyor Olimjon Salimov fikrlari bilan davom ettiramiz. Bugun teatrimizda Sharofning so'zi yo'q, Sharofning jasorati yo'q, Sharofning faryodi yo'q teatrda bugun. Men ko'p dramaturglarimizni, katta dramaturglar, hozir dramaturg bilan shug'ullanayotgan hamma adiblarimizni juda qattiq hurmat bilan aytaman, lekin Sharofni aytgan o'sha dardi, xalqning dardini qaysi ma'nodadir sahnada ayta olish, aktyorning tiliga berish, u hali men ko'rmadim. Men buni mendan baribir bizchi shunchalik yozyapmiz-ku, katta xalqligi shoirlari, xalq yozuvchilari bor, biz ham dramaturgiya shug'ullanyapmiz. Nima? Yo'q, mayli sizlar dramaturgiya shug'ullanyapsiz, katta adibsizlar, lekin bu Sharof boshqa deydi.
Uni eng qishloqda bolaligida mana shu nimalardan o'sib chiqqanidan, bolaligida ko'rgan, bechora mana shu bilasizmi, qishloqda yo'qchilikni ichidan chiqqan bir odam bo'lganligini uchun hamma. Va shu xalqni bo'layotgan narsani hammasini ko'rishdan. U narsani biz ko'rgan narsani u mohiyati bilan ko'rardi, ichi bilan ko'rardi. Uni bugungi va ertangi uni taqdiri nima bo'lishini ko'ra olardi o'zi. Uni uncha odam sezmasdi. Ko'rib o'tib ketardi xolos. Vaqtda tirayotgan odamni ko'rib, butun umrini, butun taqdirini aytib bera olardi. So'qoqda ikkalamiz dam olib yurganimizda bir ayol o'tib ketgandi ko'chadan. Ikkalamiz biz dam olib o'tiribmiz. Shu ayolning boshida katta bir haligi ro'moli bilan oldiga yosh bolasini bog'lab olgan. Qo'lida orqasida mol yetaklab ketyapti. Belida kichkina ketmoni bor. Shu daladan kelyapti shu ayol. Bolasi chaqaloq bolasi bilan. Shuni ko'rib Sharof o'tib ketgandan keyin qancha bizga gapirdi, birga aytdik. Nima qiladi o'sha ayol hozir bor? Nima qiladi? Uyga boradi, o'tin tashlaydi, molini haligi nima qo'yadi, keyin uni sog'adi, keyin bolalari keladi, keyin ularga ovqat qilish kerak, keyin boshqa bo'ladi. Va kechasi bilan ishlaydi-da, boshi borishga yetishi bilan soat 4:00da yana o'rnidan turib ishni qilish kerak. Shuni qilib hazillashib o'tirib biz Sharof o'sha Temur xotinni topgan edik. U xalqni butun bitta o'tib ketgan shu ayoldan butun bir shu xalqni ana shu nimani haligi bir fojiasini topgan edi. U keyin yozildi, keyin sahnaga chiqdi. U xalqni dardiga to'shab berdi. Aytish juda qiyin o'sha gaplarni, shu gapni gapirish juda qiyin keldi. U Sharofni nimasi butun dardi boshqasi, buni mohiyati bilan, uni butun nimasi bilan ildiziga borib yetardi o'shani. U shunchaki aytib qo'ymas edi. U qayerdan kelgani, nima bo'lishini va nima bo'lishi kerak ekanligini ham aytardi. Va asarlarni yana bir juda ham katta bir nima muvaffaqiyati. U aktyor edi. U aktyorlikni bitirgan. U har bitta rolni o'zi o'ynab keyin faraz qilib keyin qog'ozga tushiradi. O'zi aslida juda buyuk dramaturglar hammasi teatrda ishlagan. Shekspir aktyor bo'lgan, Molière aktyor bo'lgan. Bular teatrda katta bo'lgan o'zi. U naryoqda yurib keyin yozgan emas. Biz dramaturglarimiz teatrga bir marta kelib, yaqiniga borib teatr spektakllar ko'rmaydi-yu, drama yozadi. Teatr nima ekanligini, xususiyati nima ekanligini, konflikt nima ekanligini boshqasini bilmasdan, mana oldimga pyesa olib kelib, pyesa yozdim, Olimjon akadan olib keladi. Bitta ikkita spektakl qo'yganmiz. Mumkin emas buni qilish. Teatr butun Sharof teatrning ichida yurganligi uchun, teatr butun mohiyatini bilgani uchun u pyesalar shunaqa chiroyli bo'ladi. Hech qachon aktyorlar qiynalmasa, ulug' odam edi. Shu o'rinda radiomiz xazinasida saqlanayotgan Temur xotin spektaklidan parcha havola etamiz. Marhamat, tinglang. Alomatxon, siz ham gapirib o'tiring, yo'q-yo'qdan hech gapirmaysiz. Kelgandan beri hada men gapiryapman, sal noqulay bo'lyapti bizda. Mehmon gapiradi, mezbon eshitadi. Teskari bo'lyapti negadir. Hadi, odam juda kam gap ekansiz. Bu Olimtoy rakat olsin, jasobish qilyapti-da bu bola. Mana Alomatxon, bizda xotin xalaj, bola chaqa bu 6-7 oylab daladan beri kelmaydi. Ertalabdan kechgacha ish, faqat ish. Na bayram bor, na dam olish bor. Sovuq demaydi, yomg'ir demaydi, qor demaydi, issiq demaydi. Issiq mana shu yerda 40 gradus bo'lsa, dala paxtani ichi 50 deyavering. Tag'in ham chidar ekanda odamzod. Temir bo'lib ketay. Alomatxon, bu misol temir devorganimga ko'nglingizga olmang tag'in. Og'zimdan chiqib ketib qoldi-da. Olimtoy mana shularni ko'rib chidolmadi-da, Alomatxon. Shu odamlarning og'irini yengil qilaman deb bechara kechirar uxlamaydi. Bir balolat chizadi, o'chiradi, yoqmasa yirtib tashlaydi, hamma yoq qog'oz. Keyin orada shaharga tushib keladimi, kimlar bilandir g'ijillashib, asabi buzilib, so'kinib keladi. Kelib yana shu kechasi kirib ketgan bo'y tong otguncha chiroqni olibda shu darsana. Seni maqtayotgandim, ajoyib bola, mehnatkash, zo'r bo'ladi. Eshitib turibman, qo'shqar aka. Gaplashib o'tiribmiz Alomatxon bilan. Kam gap ekan. Alomat. Alomat. Gapirmaydi hech. Alomat. O'chib qopti-yu. O'chib qopti. O'chib qopti degani nimasi? Men shuncha gapni kimga gapirdim bo'lmasan? Butun o'zbekni dardini dasturxonga o'tiribman-a. Doim bizga o'xshagan odam gapirsa, yo hech kim eshitmaydi, yo eshitadigan ham temir bo'lib chiqadi. Biz xalq dardini asarlarida mahorat bilan yorita olgan, iste'dodni ulg'aytirgan oilaviy muhiti qandayligi bilan ham qiziqib, uning ukasi Farhod Normatovga mikrofon tutdik.
Endi Sharof Boshbekov degan inson bolaligida hech kimga o'xshamaydigan, o'ziga xos bir xarakterli, o'ziga xos bir iste'dodli bola bo'lganlarda. Biz endi ota-onalarimiz, otam ikkinchi jahon urushida qatnashgan, onamiz ham qatnashganlar va bizni oilada mana shu bolalarni iste'dodini ochish uchun e'tibor berishgan, shu o'zimizda qanaqa imkoniyat bo'lsa, shuni bemalol ro'yobga chiqarish uchun imkoniyatlar bor edi. Sharof akam kichkinaligidan shunaqa bir haligi timir bola deymizmi, hazil qilib aytganda, hamma narsaga qiziqadigan, hamma narsaga boshqacha bir ko'z bilan qaraydigan, bir intilishlar, doim yangilik izlab turadigan bola o'sganlarda biz o'sha maktabda o'qib yurgan paytda mana bizda ajdodlarimizni biz surishtirganmiz, bironta san'atkor chiqmagan. Lekin Sharof akam maktabda o'qib yurgan paytda boshlang'ich sinfdayoq rubob bilan chalib qo'shiq aytardilar. Muzika maktabiga o'zi qiziqib borganlar va katta davralarda qo'shiq aytib yurardilar-da. Bilmagan jihatlar. Hayron qolardik. Qayoqdan desa, keyin bizga o'tganman, ukam ham hozir qo'shiq aytadi. Oilaviy aka-ukalar ham 5 aka-ukamiz, hammamiz mana shu san'atga, adabiyotga qiziqib qolganmiz. Akam boshlab bergani uchun. Va ko'p qirrali deganim bilasizlarmi, men boshqalarga ko'p aytaman. Bolani tarbiyalayotganda undagi o'sha tug'ma iste'dodlarni har bir ota-ona ko'ra bilish kerak ekanda. Shuning uchun aytayapman, biz ota-onalarimiz ko'rishgan va o'sha iste'dodni rivojlantirishga e'tibor berilsa, mana shu boladan yaxshi insonlar chiqishi mumkin. Mana Sharof akam o'sha qiziqishlarga, rubob olib berilgan, pianino olib berilgan bolaligidan va o'zi keyin kelajakda mana kinolarda ko'rib, men aktyor bo'laman degan niyatlar qilgan, o'sha aktyorlikka qiziqqan, kino aktyor bo'laman degan va niyatlarga erishdi. Lekin ijodiy jihatdan qaraganda aktyorlikdan keyin katta adabiyotga kirib keldilar. Biz endi gaplarini eshitganda har bir gapi, har bir so'zi bir o'ziga xos hikmatga o'xshab tuyulardi. Ko'p maslahat so'rardik endi otamizdan keyin otamizdek bo'lib qolgan va aytgan gapini hech qachon haligi so'zda turar edi. Juda ham mehribon edi. Bilasizlarmi? Sharof Boshbekov degan odam umrida biror marta yubiley qilmagan. 50 yoshda endi insult degan kasallikdan keyin paytlar kurashayotgan payti edi. 60 yoshga kirganlardan yubiley qilmadilar. Men yubiley qilaylik, hamma qilyapti-ku, siz mashhur odam bo'lsangiz desam, yo'q degan. Nimaga qilmaysiz? Qilaylik bir narsa. Hamma yaqinlar yig'iladi desam, bilasanmi derdi. Meni ko'p odam hurmat qilishini bilaman. Lekin shularning orasida meni yoqtirmaydiganlar ham bo'ladi-da. Kelib soxta qilib meni ko'nglida boshqa, dilida, tilida boshqa gap aytsa, men uni sezsam og'ir bo'ladi menga. Va odamlarni ovora qilish nima keragi bor degan gapni o'tkazmasdi-da. Keyin 65 yoshga kirganlarda men bir qitimirlik qildim. Siz dedim, aktyorsiz. Yubiley qilmaylikda bir adabiy uchrashuv qilaylik. Teatrlarda birda hamma aktyorlar sizni biladi, hamma aktyorlar kinolarda o'ynagan va Qo'chqor rolini, Temir xotindagi Qo'chqor rolini o'zi o'ynaysiz dedim. Alomat bilan shunaqa dialog qilinglarki, Sharof Boshbekov o'zi kim? Uni taqdiri, hayoti, o'y kechinmalari qanaqa? Ana o'shani bir yozingda bir rol ijro etsangiz, bir original bir narsa bo'ladi dedim-da. Keyin qiziq qoldilar. Bir o'ylab ko'ray dedi. Bir haftadan keyin kelib, qani ssenariy bo'lyaptimi desam, endi qo'y, baribir qilgisi kelmadilar. Endi o'sha paytlar insult ta'siri juda kuchli, tildan gapirishdan qiynalardilar. Zinapoyadan masalan sahnaga chiqishlarda suyab chiqmasa chiqa olmasdilar. Shularni o'yladimi? Har holda shunaqa yubiley qilmaganlar. Mana bugun birinchi marta Sharof Boshbekov eslab yig'in bo'lyapti. Endi buning uchun O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi katta tashabbus ko'rsatdi. Ularga ham rahmat aytamiz. Qabristonga ham borib, uyushmani faollari, rahbarlari bir ziyorat qilib kelishdi. Ilohim endi shunaqa insonni oxiratlari obod bo'lsin, duo qilamiz faqat. Sharof Boshbekov oila oldidagi mas'uliyatni ham oqlagan. Farzandlariga to'g'ri tarbiya bera olgan inson edi. Bugungi kunda farzandlari uning izdoshiga aylanib ulgurishgan. So'z adibning qizi, jurnalist Kamola Boshbekovaga. Biz oilada 3 ta qizmiz. Hammamizda ijodkorlik bor. Baribir qondan o'tadi deyshadi. Bu menimcha bor gap. Chunki men endi ssenarist sifatida, tarjimon sifatida ularni yo'llaridan ketgan bo'lsam, boshqa opamgilida ham shu narsalar bor. Misol uchun, artistizm bor, rol o'ynashga qobiliyatlari kuchli, katta opam she'r yozishga qobiliyatlari kuchli. Baribir hammada bo'lar ekan. Bu nafaqat qondan o'tadigan narsa. Bu tarbiyaga ham bog'liqda. Biz shu odamni ijod qilayotganlarni ko'rib o'sganmiz. Hammasini ko'rib farqlab, bu hayotimiz davomida tabiiy ravishda olingan bilim va shuning uchun ham menimcha hozir hayotda, kasbimizda nima desam, unaqa katta qiyinchiliklarga uchramaganmiz. Adam juda og'ir bosiq odam bo'lganlar, har qanaqa vaziyatda ham o'zlarini yo'qotmaganlar. Birinchi o'ylab olardilar, keyin gapirardilar. Har bitta so'zlari nima desam, o'ylanmasdan gapirmasdilar-da. So'zi qadrini bilgandirdilar. Chunki sen bitta gap aytvasan, shu so'zni aytvasanmi, demak uni salmog'i, uni maqsadi bo'lishi kerak deganlar. O'shaning uchun qiyin vaziyatda ham, chiqadigan yo'l yo'qdek ko'ringan vaziyatda ham o'tir xotirjam o'ylab oldirdilar. Har qanaqa vaziyatda chiqadigan yo'l bor. Faqatgina sen asabiylashib, shoshib qolganingda u yo'l ko'zingga ko'rinmaydi. Sen xotirjam bo'lsangina, o'sha eshik shundoq yoningda, to'ringda, ro'paringda turganini ko'ra olasandirdilar. Haqiqatdan men haligacha shu gaplariga, shu naqllariga amal qilaman va hayotdagi qanday qiyinchiliklar nima bo'lsa ham yengishga harakat qilaman.
qilaman. Mana adam bo'lmasalar ham hozir, lekin qanaqadir o'sha gaplari, nasihatlari, bir aytgan gaplarni qayta eslaymanda, shunda hali ham bir 3 yil bo'lsa ham hali ko'nika olmaganmiz-da o'shancha. Hozir mana qarang, teatrga borsam ham, chunki o'zim jurnalist bo'lganim uchun intervyu olsam taniqli aktyorlardan yoki kino rejissyorlardan olsam, shu adamni qandir his qilib turaman-da, chunki ular menga adam orqali qadrdon odamlar. Masalan, adamlar ishlashgan, rejissyorlar, aktyorlar qandir yaqin qadrdonimdek. Ular meni tanimasligi mumkin. Masalan, man Sharof Boshbekov qizligini bilmasligi mumkin, lekin ularni men taniganimcha menga ular qadrdon. Shu adam nafasi ketayotganga o'xshaydi. Misol uchun o'zlari bo'lmasa ham so'zlari tirik ekan, doim mana xotirlashyapti, demak u odam unutilmagan. Unutilmagandan keyin u yashayverar ekan. Qalblarda, so'zlarda, odamlarning xotirasida. Haqiqiy yozuvchining jismoniy umri poyoniga yetsa-da, uning nomi va asarlari el ichida yashayveradi. Sharof Boshbekov 2022-yildan buyon jismonan oramizda yo'q bo'lsa ham, uning asarlari hamon adabiyot gulshanida o'zining jilosi, iffori bilan ajralib bo'y ko'rsatib turibdi. Sahnalarda, ekranlarda, kitobxonlar qo'lida, qolaversa radioning oltin tasmalarga yozilib qolgan xazinalarda Sharof Boshbekov umri davom etyapti. Muhtaram muxlis, shuning bilan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, mehnat shuhrati ordeni sohibi Sharof Boshbekov tavalludining 75 yilligiga bag'ishlab tayyorlangan eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun tashakkur, salomat bo'ling. Adabiyot gulshani.